Faoliyatimdan bitta voqea. Ona xuddi raqibday bo'lsa, ona bilan qiz o'rtasida raqobat emas, muhabbat bo'lishi kerak edi. Konsultatsiyaga bir qiz murojaat qildi. Ismi Nazokat, tug'ilgan sanasi 4-iyun 1992-yil. Sirtidan aqlli, baquvvat, hamma narsani nazorat qiluvchi qiz. Ammo onasi haqida so'z ochilishi bilan ko'zlari namlandi. Onam meni yaxshi ko'rmaydi. Opalarim, aka-ukalarim bilan juda iliq munosabatda. Men bilan esa tanbeh, sovuqlik, hatto men o'z onamga raqibdek tuyulaman. Har doim mendan ayb topadi, taqqoslaydi. Biz onasining tug'ilgan sanasini oldik. 15-noyabr 1967-yil. Ikkovlarining numerologik matritsasini tahlil qildik. Natijalar hammasini joyiga qo'ydi. Nazokatning matritsasida ona-qiz munosabatlarini shifolashga oid karmik va shifo bor. Onasida mustahkam nazorat va his-tuyg'ular ifoda qilishda muammolar. Ungacha esa ayollikda og'riqli xotiralar, hurmatsizlik va tanqidga uchrashlar. Ular bir-birining ichki og'riqlarini uyg'otadigan, bir-biriga tikilgan oyna kabi o'xshash, lekin zid energiyalarga ega edilar. Biz ishni boshladik. Ranjishlarni yurakdan chiqarish, ichki qadriyatni tiklash, onalik nasl yo'lini faollashtirish, ruhiy mashqlar orqali ona obrazi bilan ishlash. Nazokat chin dildan ishladi. Bu oson emasdi. Bir necha haftadan keyin u yozdi. Onam hech qachon qilmagan ishni qildi. U xonamga kirdi, menga choy olib kirdi va to'satdan bolaligi qanday og'ir kechgani, qanday ta'na va masxaralarga uchragani, nega his-tuyg'ularini yashirishni o'rgangani haqida gapirdi. Men hayron qoldim. Birinchi marta onamda dushman emas, og'riqlarini ko'tarib yurgan bir ayolni ko'rdim. Bu burilish nuqtasi edi. Shundan keyin ularning munosabati sekin-sekin bir qadamdan boshlab yumshay boshladi. Hali juda ideal emas albatta, lekin qalbdan kelayotgan iliqlik paydo bo'ldi. Ba'zan eng og'ir dars onamizdan keladi. Ammo aynan shu dars orqali biz o'z kuchimizga yetamiz. O'z qadrimizni qayta kashf qilamiz. Karmaviy vazifalar jazo emas. Bu ruhiy uyimizga qaytish degani.